Faolligi sразу o'tadigan bo'lsam, yengillik tarqalyapti, Sergelida mashinalar tushib ketyapti, keskin tushib ketyapti degan xabarlar. Qanchalik to'g'ri? Yo'q. Endi bu hozir men ham telefonlarda ko'ryapman, ijtimoiy tarmoqlarda har xil gaplar yuribdi. Mashina bozorida Cobalt'lar tushib ketibdi, Gentra'lar вообще tushib ketibdi narxi degan. Eski mashinalar tushgan. Mana yili 2020, 18, 21 mana shunaqa mashinalar yurilgan, haydalgan mashinalarni narxi ozgina bir 300-400 ga tashlagan. Ozgina summaga tashlabdi-yu. Endi misol uchun hozir bozorga tushmagan odam ijtimoiy tarmoqlarda telefonimdan o'tkazib ko'radida, "Ya, narx-navolar tushib ketibdi-yu, deydi. Lekin bozorga kelib o'zi ko'zi bilan ko'rib narx-navoni qulog'i bilan eshitgandan keyin aytadiki, "Yo'q, unaqa sezilarli darajada tushmabdi" degan fikr uyg'onadi. Hozir eng arzon Gentra'ngiz, eng qimmat Gentra'ngiz qancha marotaba? O'tgan safar kelganimizda 16,5 ming edi, eng qimmat. Hozir ham shunaqa? Bizda hozir probegiga qarab, misol uchun 3 ming yurganlari 16,5 ming. O'sha navorotli probegli endi misol uchun. Bez probeglari bizda endi tayyorlari bor. Misol uchun 500 kilometr, 1000 kilometr yurgan, ular 17 ming. Narx tashlamagan bularni. Bular chunki 2024larning narxi unaqa tashlamagan. Boshini qolib ketadigan. Shunaqa. Eng arzoni qancha hozir sizda bor? Eng arzon 16 ming. 16. Eng arzon ham kam yurgan ekanda. Endi 3 ming emas, u где-то bir 6 ming, 7 ming mana shunaqa yurgan mashina. Lekin sizda вообще mashina tashlamadi, to'g'rimi? Yo'q, bitta menda emas, yon berimda ham shunaqa. Endi navorotli, kam yurgan mashinalarni narxi tashlamagan. Bo'ldi. Marat aka, rahmat kattakon, qisqa savol. Gap yo'q. Rahmat, sog' bo'linglar azizlar. Layklarni bosib, podpiskalarni bosib qo'yinglar. Rahmat, sog' bo'linglar.